Assalomu alaykum, Captivaga mehri baland akalarimiz uchun bugun sotuvimizda Captiva 2 mashinasi. Xo'p, o'rtoqlar, bu mashinamiz yiliga keladigan bo'lsak, 2012-yilda ishlab chiqarilgan, rangi beli, jemchuk rangda. Mashinani kraskalari ikkita yoki 3 ta detalida kraskalari bor ekan, lekin ichlariga o'tgan strashni udarlari yo'q ekan, kaltaga yegan, tayoqqa yegan joylari yo'q ekan. O'zini halol bosib o'tgan probegi 165 ming kilometr masofani tashkil qilar ekan. Xo'p, 2012 165 ming probegga salonlari juda yaxshi holatda turibdi, a'lo holatda turibdi. Akvaprintlargacha qilib qo'yilgan ekan. Mashinamizga shu paytgacha ham propan ham, metan ham ustunovka qilinmagan ekan. Benzinda yurgan mashina ekan. Holatlarini bitta ko'rishlaring mumkin. Balonlarning ishlari, protektorlari yomon emas, lekin biz sinovli, qorli kunlarda 4 ta yangi balon taqib olishlarini maslahat beramiz. Xo'p, motor hadovoylarida umuman texnik ishlari yo'q, texnik holatlari juda yaxshi holatda turibdi. Mashinani egalari $8500 so'rashyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, narxlarni kelishtirib, savdo qilib, mashinani sotib olsalar bo'ladi. Bozoringlarni bersin.